Assalomu alaykum ustoz. Salatan nariyani belgilangan miqdorda o'qimoqdaman. Avval bir maqsadni aytib o'qiymanmi yoki bir necha niyatni aytib o'qisam ham bo'ladimi deb savol yo'llabdilar. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Avvalo salatan nariya deb nomlanadigan salavatni o'qishni joizligi haqidagi umumiy gapni aytib olsak. Salatan nariya bu tarixan Ahmad Badaviyga mansub nisbat berishadi. Buyuk zotlardan, sufiy, mutasavvif zotlardan birlariga u kishining tajribalari, u kishining o'rgatganlari asosida salatan noriya insonlarning hayotida juda ko'p o'rinlarda Rasululloh alayhisolatu vassalomga aytilgan salavat sifatida ko'p asqotgan. Mana shundan keyin tajriba asosida buni 4444 marta o'qishlikni, biror bir yangi ishni boshlashda, biror hojatini chiqarishda, biror bir musibatni daf qilishda, yurtga, mamlakatga, xalqqa biror zarar kelsa uni ketkizishda shu salovat-i noriyani qo'llangan, ishlatilgan, o'qilgan. Va bu minglab marotaba tajribada o'zini samarasini ko'rsatgan. Alloh azza va jalla bu salovat-i noriyani sababidan so'ralgan narsani demak ijobat qilgan. Ikkinchisi, bu demak joiz amal, mana shu narsani qilsa salovat aytishlik bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bizga butun ummatga xitob qilib, u zotga salovat aytishlikni ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Ey iymon keltirganlar, u zotga, ya'ni Muhammad alayhissalomga salovat aytinglar va unga ko'p salomlar yuboringlar deb Alloh azza va jalla o'zi buyurgan. Ikkinchidan Nabiy alayhisolatu vassalom o'zlari bir qancha hadislarda salovat aytishga targ'ib qilganlar. Salovat ko'p xayrlarga, barakotlarga sabab bo'lishligini o'zlari hadislarida, sahobiy ikromlar o'zlarining asarlarida, undan keyingi ummatning oldingi va keyin kelgan ulamolari bu mavzuni, bu masalani juda ham foydali ekanligini ta'kidlashgan. Mana shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, inshaalloh salotun noriyani o'qisa va o'qilganini o'sha ulamolarning tajribasidagi soniga yetkazsa va undan keyin biror narsani so'ralsa, Alloh azza va jalla juda ko'p marotaba tajribada so'ralgan narsani bergani ma'lum bo'lgan. Endi mana bu savolda so'ralgan kishini savoliga keladigan bo'lsak, salatan noriyani adadi miqdorida o'qisangiz bo'ldi. Iloji boricha bir jalsa deydi, bir majlisda, bir boshlab oxirigacha o'qib, bir kishi, 2 kishi, 10 kishi, 5 kishi qilib sonini yetkazib, keyin undan keyin duolar qilinsa, so'ralsa, maqsadlar so'ralsa inshaalloh yaxshi bo'ladi.